Ақ болсы қадымың әр басқан, қолыңғы қонар құт бәрекет. Адамлар нұрғындыр адашқан, адашмаған пәкәтла әқиқат. Бізде студия басшылығы деке, программада пәкәтла әқиқатны етіш шарт. Біз программымызды башлаймыз. Сіләблі мен Мұрат Айсаров. Бүгін программа мехмені Uyghur Estrada Yultuzi, köplügen naqşlarının avtori, Artur Production Prodüserlik Merkezi'nin baş rehberi Artur İlaxunov. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bugünkü programımızga hoş gelipsiz. Kelgen qadimizga merhaba. Hoş gördük sizni. Rahmat. Bugün muşu ekran aldıda otağan aziz tamaşaçılar, mening oyimcha taqatsizlik bilan sizning ömür bayanınızını, qilgan emgigingizini, ya'ni hayotingizdagi ba'zi bir yaxshilik, xo'shallik, qayg'uliq жағдайлар bo'lib qoldi odam bolasida, shularni hammasini anglag'isi bor. Shunashqa beshida o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, qayerda tug'ildingiz, o'zingiz qayniki bo'lsiz degandek. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men 1974-yili Uyg'ur nahiyasidagi Avat yezida dunyoga keldim. Shu yezida Ezim İskender nomidagi Uyg'ur o'rta maktabini tamomladim. Yaxshi. Avat mahallasidan bilimiz ko'plagan ustozlar, ko'plagan san'atkorlar, millatimizga, xalqimizga xizmat qilgan akalarimiz, hadilarimiz, ota-bobolarimiz chiqqan yurtlarning biri. Endi siz o'zingiz Artur aka kichik vaqtlaringizda qanday bol bo'libsizga? Men endi hozir esim qolsam, men balliq chig'imda sal sho'qroq bol bo'lgan. Lekin meni mamam tarbiyalagan. Dadam, opam hammamiz bir uy turgan bilan meni ko'pincha mamam tarbiyalagan. Shu mamamning gaplaridan, ota-onamning gaplaridan ko'p vaqt chiqmadim. Shularniki deganlarni o'rnatdim. Maktabdan yaxshi o'qitdim. Shu onamiz sizni cho'ng qilibdi. Shu o'z onangiz dunyoga kelgan bilan mamangiz beqibdi-da sizni. Shundaq ko'pincha mamam tarbiyaladi. Naqshiga qiziqishingiz qancha yoshdan boshlandi? Ham uyingizda bo'lmasa dadangizmi, opangizmi san'atga yaqin odamlarmi? Endi san'atga yaqin dadam bilan opam bilan san'atga qattiq yaqin deb aytolmayman, lekin biroq esimda ag'in o'nglar bilan dadamlar yig'ilib o'tirganda ular xalq naqshlarini nurg'un aytadi, el xalq naqshlarini nurg'un aytadi. Men shularga aytdi bir ishtiyoq bilan shularni anglatdim. Kichik vaqtimda kichigimda men shu bir naqshiga havas menimda paydo bo'lgan, chunki bir 3-4 yoshlarım boshqamcha esimga ketmaydi. O vaqtlarda uylarda mant o'choqlar bo'lgan, uyning ichida o'choq, supurisi bo'lgan, mantisi, o'yman. Shu yerga tushib men supugini dutaq chip naqshlarni aytadi. Yaxshi. Shu birinchi aytgan naqshingiz esingizdami? Esimda mening maktabdagi ustozim Aqmulayev Malik ustozim Ravovim degan naqshni o'rgatgan. Shu naqshni birinchi qitim o'zim sahnaga etib chiqqan naqsha. Maktab vaqtlarimda bir 6-7-sinfda shunday. Shu naqshni bir kichikna bir yeri esingizdami? Etib bergan bo'lsangiz. Ma'qul. Çalsam ravab ilham birer ravabim. G'azal çalsam sayrab kelar ravabim. Ay, yaxshi, rahmat Artur aka. Sizni ko'plagan tomoshabinlarimiz naqshchi deb taniydi. Ammo ba'zi birlari sizning ko'plagan naqshlarni yezib chiqqaningizni bilmaydi ekan. Shunlashqa bugungi kungacha qancha naqsh yozdingiz? Esingizda bor bo'lsa, kimlarga yozdingiz? Shuni bir aytib o'tgan bo'lsangiz, o'zingizdan boshqa. Men rostini desam, o naqshlarni sanamabdim. Qancha naqsh yozdim, uni mutlaq sanamabdim.
Onun bir tizimi yok ekan meningda. Endi Nuralım aka Varisovga bir naqsh yezildi. Nuralım aka Varisovniki Batuglarda Maqsadovaning so'ziga yezilgan Qiyirliq degan naqshamni shu Nuralım akam yetib chiqdi. Alik Bakiyev Atamga degan naqshamni o'rinlab chiqdi. Firuza Jalolovaniki muzikasini Ixtiyor Rajabov yozib, so'zini men yozgan O'g'lonlar degan naqshi bor. Ham shundaqla Uyg'ur valsi degan naqshini Suhrab Nizamdinov aytgan. Shunda hakaz biroz boshqalarga yozgan naqshlarim bor. Oxirgi yozgan naqsham boshqalar uchun Nazim Ro'zaxonov bilan Ruslan No'rozovga yozgan Ata Anam Baxtim degan naqsh. So'zini yozdim, muzikasini Rizaydin Seyitov ishlab chiqdi. Endi shu yozgan naqshlaringizdan o'zingizga yoqadigan, o'zingiz o'sha yaxshi ko'rib ham tingshaydigan qaysi naqshlarni ichidagisi? Rostini aytsam, men o'zimning naqshlarimni tingshamaydi ekanman. Ularni masalan naqshni chiqarish jarayonida naqshlarni ishlab, uni naqshini yezib, naqshni dunyoga keltirgandan keyin balkim dutada ya boshqa asboblarda aytsam aytaman, lekin uni ko'p vaqt tingshamaydi ekanman. U naqshi chiqib, yo'riq chiqib bo'lgandan keyin qandaqdir bir shunday bir xislatim bormikin deyman. Tushunishli. Endi sizning yozgan naqshlaringizni xalqimiz so'yib tinshaydi. Ko'ngilimiz bo'lsin, yoshlarimiz bo'lsin. Endi san'atni chetga qo'yib, oilangizga to'xtalsak, necha bolangiz bor? Qayerlarda xizmat qildi yo bo'lmasa qayerlarda o'qiydi degandek aytib bergan bo'lsangiz. Oilam shunaqla 4 farzandim bor. Bir o'g'il, 3 qiz. Cho'ng qizim tibobat sohasida, ya'ni doktorxonada. O'g'lim hozir universitetni o'qiyotdi. Bir yil tamomlash oldida. O'tiranchi qizim maktabni tamomlash oldida. Kenji qizim 2-sinfda. Yaxshi. Farzandlaringiz mushu ana maktabga boramdi yo bo'lmasa? Ya, albatta, endi ana tilda o'qiydi. Chunki mening talabim shu. Ana til birinchi navbatda, andin boshqa tillar. O'zingning tilingni so'y, boshqani hurmatla degan ibora bor. Bizga hozirgi paytda menimcha bo'lsa, tilimizning saqlashning birdan-bir amali bolalarimizni ana tilida o'qitish ham uyda ana tilida so'zlash. Shundaq deb o'ylayman. Hadimiz sizni mushu san'at yo'lida qo'llamdi. Ya ba'zi bir tushunmasliklar bo'lib qolamdi. Yo'q, san'at yo'lida undaq tushunmaslik degan hukmi yo'q. Chunki har vaqt qo'llab-quvvatlaydi. Chiqqan naqshlarimni men birinchi tinshaydigan shu odamlar. O'ziniki inkaslarini bildirdi. Ham shundaqla meni o'sha Yaran Aqsham programmasida o'zi administratorning rolini atqirdi. Yaxshi. Boya ortiroq aytdingiz, farzandlaringiz ana tilda maktabda o'qiydi deb. Hizm Iskandar nomidagi maktabni o'zingiz tamomlabsiz. Mening o'yimcha, u Uyg'ur maktabi. Shu o'kinmamsiz shuningga. Ko'plagan qarindoshlarimiz deydiki, Uyg'ur tilida o'qisang, keyin o'qishga tushamaysa, hayotingda san qiyin bo'ldi, ig'ir bo'ldi deb bolalarni shundoq deb maktablarga bermaydi ekan. Shuni nima deysiz? Men o'zimning ona tilida maktabni o'qib tugatganimga hech qanday o'kinmayman. Chunki biz Uyg'urlik sifatimiz bilan o'zimizning ana tilimizni bilmasak, bu biz uchun bir fojia bo'ldi deb hisoblayman kelajakda. Millatning o'ziga tushlik g'ururi bo'lishi kerak, vijdoni bo'lishi kerak. Shu
ana tilini saqlab kelishdi. Endi ana tilda o'qigan bo'lsammi, lekin hozir qozoq tilida ham o'ris tillarida mukammal so'zlayman, ham o'zbek tilida. Boshqa yana turk tilini mukammal tushunaman. Nurg'un so'zlab ketamisanmi? Ammo ana tilimda o'qig'imga hech bilmayman. Menimcha bo'lsa, inson dastlab o'zining ana tilini o'rganib, bilib, ondan keyin boshqa tillarni o'rgangan yaxshimikin deyman. Ana til demakchi, men ana til to'g'riliq bir misra she'r, o'zimning she'rimni o'qib bersam. Ming o'lib, ming tirilsakmi, sendin kechmidiq ana til. Zarlaring bilan ishilgan potini beldin yashmidiq ana til. Ana tilimiz yaşsın, milletimiz yaşsın. Mening o'yimcha, ko'plagan ota-onalarga sizning so'zlaringiz kerak bo'ldi. Ham farzandlarini keyingi kelayotgan yillari ana maktablariga berdi degan o'yimiz bor, ham ishonchimiz komil. Artur aka, mana sizning yoshlik chog'laringiz, balliq chog'laringiz avod o'tdi. Maktabni tugatib, ondan keyin Olmutaga keldingizmi yo shu mahallada qoldingizmi? Qanday bo'ldi? Maktabni tugatib men Olmuta shahridagi Olmuta davlatlik Abay nomidagi universitetga o'qishga tushdim. Filologiya fakultetining Uyg'ur tili va adabiyoti bo'limiga. Shu kasbingiz bilan keyin ishladingizmi, xizmat qildingizmi? Qanday bo'ldi? Kasbim bilan men nurg'un vaqt ishlamadim. Bir 3 ya 4 yil mobaynida ustozlik kasbim bo'yicha ishladim. Shu Olmutaga kelganda student vaqtlaringizda bo'lsin, qanday bir shaya bo'lgandan keyin boshqacha yezin kelgandan keyin qanday bir qiyinchiliklar bo'ldi? Nimaga o'rganmay ketdingiz? Men Olmutaga kelganda ko'p qiyinchilik ko'rmadim. Chunki apam meni o'sha o'qish topshirishga olib kelganda bizniki avval yurtimizniki yurtdoshim Tilman Muzaffarov deb shu vaqtda ikkinchi kursni tamomlayotgan vaqtiga, birinchi kursni tamomlayotgan vaqtiga shu bolaga topshirib qo'ydi. Shu bola menga yo'l yo'riqni ko'rsatib, o'ziniki yotoqxonasiga olib kirib, shu yotoqxonada yotqizib, ondan imtihon beradigan binolarni ko'rsatib, yo'llarni ko'rsatib, shunday menga nihoyatda bir yordam qilgan. Rahmatim cheksiz albatta u bolaga. Shundaqla shu maktabdagi birinchi ustozlarimning birisi Malik Ahmolayev menga ko'p yo'l yo'riqlarni ko'rsatdi bu Olmutada. Shular bilan bir qatorda Shamaxon hozirgi naqshchi akamiz bor, Shamaxon Abdullayev degan akamiz ko'p yaryo'lak bo'ldi. Yaxshi. Shundoq Olmutaga kelganda akamizni qo'llab qo'yilgan akalarimiz, ko'plagan qarindoshlarimizga bunga bir minnatdorligimizni bildiramiz. Artur akamizning esidan hech ketmabdi. Ya'ni o'qishni tugatgandan keyin boyasi dedingiz ustoz bo'lib ishladim deb, qaysi maktabda ustoz bo'lib ishladingiz, necha yil ishladingiz, shuni bir aytib bergan bo'lsangiz. Men Krasnopolye hozirgi Guldala yesida 3 yil mobaynida ustozlik qildim. Ham shundaqla do'stlik majlisida 1 yil mobaynida ustozlik qildim. Yaxshi, ustozlik kasbini atqirib, undan keyin qanday ishlar bilan shug'ullandingiz, yo bo'lmasa naqshchilik bo'lib ketdingizmi? Yo'q, ustozlik kasbdan ketib, men hozirgi mana shu baza, ya'ni baraxolka deymiz. Shu yerda yuk kelib saqlash qo'yimlarida guruch, ya'ni yuk turish uchun ishladim. Guruch. Ondan shu qo'yimlarda kuzatchim bo'ldim. Ondan shu qo'yimda zavskladniki yordamchisi bo'ldim, zavsklad bo'ldim. Boshqaruvchi. U yerdan ketgandan keyin
2002 жылдан 2006 жылғыча пивиц шығарған завод işledim. Uyardıma жүк тошығыч болдым пешеде. Андан оператор болдым. Кейін механикның ярдәмчісі шундый işlerini атқырдым. Uyardan 2006 жылы кеткенден кейін яны шу байқы жүк сақлаш қоймысы қайтадан ішке кіріп, андан тарихи вәтініміз Үрімчі шәһәрдә uyardım işledim. Мушу кәсіп бойынша. Кейін 2008 жылы тартып мушу Алматыда халықаралық жүк тош карханасында башқарып жүрмін. Артур ака, бірақ мұшы барахолкада işlepsiz, бая айттыңыз, пив заводларда işledim деп, сәнәт жолын білі тұтып маңдыңыз мы, я қандай болды şu? Сәнәт жолда десек, мен бір кішкене қызық вақиғаға тоқталып өткенде 1989 жылы бізді сынып жетекшіміз Баталов Мөхәммәд ұстазымыз тәбәссім қылып келді. Алматыға, Алматы шәһәріге. Енді біз Алматыны көрмеген биналарға, көчелерге қарап, нәһайетте бір хаяжан өлкеде жүріп, кейін шу сарайға бардық. Азыркы Cumhuriyet Sarayı. Мен шу Cumhuriyet Sarayı'niki zal demde, zalga qadam besip kirgenimde cheksiz ketken bir dalani көз алдыма keltirdi. Shunchalik yo'g'on unjaq bir saraylarni ko'rmaganimga o'zimning o'rnimni tep o'tirgandan keyin xiyolim shu sarayning ishini bo'ylab ketdi. Sahna echilgandan keyin u sahnaning yo'g'onligi, u sahnaniki chiroyliligi men shu tabassumni balkim bir narsalar esimda, ammo shu sahnada turib o'zimning naqsh etayotganimni armonlab shu konsertni tamomlagandim. 1997 yılı azırkı bunu Uyghur Avazi gezindeki redaktörü, müdürü İrşad Esmetov meni bir günü şundaq bir program içilginip atıdı. Sen naqsh etip çıksan, senin talantın bağı dep bana bir taklif bildirdi. O programı qaysi deysiniz? Xo'sha degan programma. Uniki prodüseri ham rejissori Muqaddas Matruziyeva. Shu sahnada men birinchi qitim cho'ng sahnada başlarını etib chiqdim. Mushu sabab, mushu paytdan foydalanib men shu kishilarga cho'ng rahmatimni bildiraman. Albatta. Ham shundaqla men bayqi mayli bazada жүрсәмме, mayli bayqi skladning ishlarida жүрсәмме, жүктөш карханаларда жүрген болсаммы, men san'atdan jiroq ketamdim. Chunki 2006 yılda çıkan Aziz Yar namlıq naqshlar to'plami, 2010 yılda To'y bo'lsin naqshlar to'plami ko'pincha shu yerlarda chiqqan naqshlar, ishlayotgan paytimda chiqqan naqshlar. Sizni shundaq shu programmalarga taklif qilgan Irshad aka Asmatov bo'lsin, Muqaddas adlarimizni tanıymiz, bilimiz, hazırmız san'at yo'liga, madaniyatimizga o'zlarining cho'ng ulushlarni qo'shib kelayotgan ustozlar. Artur aka, shu hayotingizdagi eng qiyin bir voqea esingizdami? Ömrünüzdeki. Endi albatta endi har bir insonniki bu hayotda yaxshilarma, yaxshi kunlarma, qiyinchilik kunlarim bo'ldi deb o'ylayman. Endi shu maktabdan ketib 5 yil universitetni tamomlab
ustozlik o'zimning söygen kasbimni tashlab yük tushirguvchi bo'lib ishlab shu yerda nihoyatda bir qiyinchilik bo'ldi. Birinchidan shu hayotniki meni bir o'zimning kasbimdan ham shundaqla boshqa bir dunyoga akib qo'ygani, o'zimning ichimda bir hayot bilan bir kelishmaslik to'qinishlar bo'ldi. Ammo shu qiyinchiliklarga bardoshlik berib, shu qiyinchiliklarni yengib chiqdim deb o'ylayman, chunki men o'zim tasalli berib, har qachon sen o'sha qiyinchiliklardan chiqishing kerak, sen oldiga qarab intilishing kerak. Men ko'pincha vaqtda o'zimni har qachon shu yuklarning ustida turib, kashlarda bir naqshlarni etatim o'ltirib. Ham shu cho'ng sahnalarda o'zimni parast qilardim. Sen shundaq sahnalarga yaralgan, sen shundaq inson deb o'zimga tasalli berdim. Shuna bir qiyin vaqtlar bo'ldi albatta. Qiyinchiliklarni ko'rib, uni mush keyinga yetdingiz. Allohga son-sonsiz shukrlarni aytamiz. Shukr. Sizga naqsh aytish hozirgi paytda hobbimi yo ishmi, kasbmi? Maktabni bitirish oldida mening bir cho'ng armanim bo'lgan. San'atkor, ya'ni kasbiy san'atkor. Bir yetilgan naqshchi bo'lish armanim bo'lgan. Lekin dadam naqshchi bo'laman desang, qandaqli kasbda yurmagin, bu naqshchilik seni tashlab ketmaydi dedi. Men boshda deganimdek ota-onamning so'zidan chiqmadi. Men shundaqla ularni bir ranjitib qo'yish, yo bo'lmasa ularni bir qo'laysiz bir paytlarga bir tushirib qo'yishdan ansiradim. Balki shuni tarbiyam shunday bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin o'zimga shu Uyg'ur tili va adabiyoti fanning ustozi kasbini tanlab oldim. Lekin o'kinmayman, chunki hozirgi naqshlarda she'r yozishda shu meniki shu dargohda o'qiganim menga ko'p yordam qilyotdi. Ham shundaqla shu yerda ustozlarimga barchasiga cheksiz rahmatimni aytaman. Ham salomlarimni yo'llayman. Bu yerda ustozim rahmatli Mahmud Abdurahmonov deb o'zimga nihoyatda ustoz tutgan. Ko'plagan naqshlarning tekstlarini yozgan, matnlarini yozgan ustozlarning biri. Lekin men bu yoqqa kelib o'qishga tushgandan keyin men naqshchilikni tashlamadim. Yenimizda muzikalik Uyg'ur bo'lim bo'lgan. Shu yerga kirib, shularning ansamblida naqsh aytdim. Men uchun bir naqsh aytish bir bilmayman, bir sehrli bir kuchmikin deb o'ylayman, chunki men hayotimni naqshsiz parast qilmadim shu vaqtda. Endi hozir naqshchilik bir hobbi deb aytamayman, chunki men o'zimni shu naqshchilikda hozir hobbidan ketib qoldimmikin deyman. Balki bir boshqa ishlarda ishlab yurgan bo'lsam-mi, hobbi bo'lgan bo'lsa, hozir hobbi deb o'ylamayman. Bu hayotda sizga biri yomonlik qo'ysa, qandaq yomonlikni siz kechiramaysiz? Eng ig'ir gunoh qilgan insonni Alloh kechiralaydi ekan. Agarda Allohdan kechirim so'rasa, yoshlik vaqtlarimda balkim bu tushunchalar men uchun boshqacha. Hozir yeshim cho'ng'argan sari men nihoyat kechirimchan bo'lishga tirishman. İnsonni tushunishga tirishman. Menimcha bo'lsa
kechirilmaydigan günahning birisi inson o'zining vijdonini satgan insonni men balkim günah kechirilmaydigan günah deb o'ylayman. Chunki insonning vijdonidan, iymonidan ortiq qadriyati yo'q deb o'ylayman. Shunday bo'lish kerak deb o'ylayman. Albatta durust. Vijdonini satgan odam mening o'yimcha har qanday narsani setadigan odam bo'ldi. Endi ortiq ko'plagan internet torbetlarida o'tiradigan qarindoshlarimiz sizni Instagramda boshqa san'atkorlarga o'xshash suratlarni, rasmlarni, videolarni samaydı deydi. Nemişke, şuna bir sebebini itip etsinіз. Arlap, bir ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir sep koysiz, da qarsanız görünmeyiz. Endi men o'ylayman, har insonniki o'zining shaxsiy hayoti o'zi bilan bo'lishi kerak. Endi kasbiy hayoti aralab shu torbatlarga chiqasi bo'ldi deb o'ylayman, biroq hamma narsani chiqarishning o'rni yo'qmikin deyman. Hajit yo'q. Hajit yo'q. Qanday bo'lsa, davomlashtirib, buni 1 yil bo'ldi. Tejisman virus degan narsa paydo bo'ldi. Ko'z ko'rinmaydigan virus. Shu karantin bo'lsin, shu virus bo'lsin, shu og'riq sizga qanday bir ta'sir qilgan yerlar bormi? Menimcha bo'lsa, hamma kishiga ta'sir bo'ldi. Lekin men bu karantin ya virusning ta'siridan bir qiyinchiliklarga uchirdim deb o'ylamayman. Ijodiyat o'z yo'lida, tijorat o'z yo'lida degandek ketyapti. O'zingiz bilasiz, bulto ko'plagan qarindoshlarimiz kutgan Yangilan akşam konserti bir kun qolganda yangi zang chiqib konsertimiz bo'lmay qoldi. Ko'plagan shu yerga bilet olgan tomoshabinlar, ko'plagan san'atkorlarni to'ylarda ko'rib qolsa, ya bo'lmasa biraylarni ko'rib qolsa, shu konsert bo'lamdi, biletni qaytaramdi, qanday bo'ldi deb so'raydi ekan. Shunga bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz agar. Ma'qul. Endi barchamizga ayon, hammamiz bilamiz, xalqimizning xavfsizligi uchun mamlakatimiz shunday choralarni qabul qildi, qaror qildi. Shunday bir massiv мероприятие deydi. Xalq ko'p to'plangan yerlarga cheklanib qo'ydi. Shuning sababidan konsertimiz to'xtatildi. Lekin u konsertimiz cho'qim bo'ldi. Yangilan akşam 7-chi konserti. Allah buyursa. Barliq setib olgan biletlarning hammasi o'zining kuchini yo'qotmaydi. Shu biletlar bilan qachon ruxsat berilganda cho'qim shu konsertga kira oladi, Alloh xolsa. Endi biroz jag'diy qiyin bo'lgan qarindoshlarimiz bor, yo'q emas. Ularning shu inkaslarga, talablar bo'yicha biletlarni shu o'zimniki ishlab tepayotgan maoshimdan qaytarib beryapman. Yo'q emas, undaq insonlar ko'plari nayti tushunish bilan qarab, sabrlik bilan qarab bizni qo'llab-quvvatlayotdi. Shu qarindoshlarimizga rahmatimizni, cheksiz minnatdorligimizni bildiraman. Alloh xolsa, Yangilan akşam 7 konserti cho'qim mush yili bo'ldi. Rahmat. Aytgan tilaklaringiz qabul bo'lsin. Ko'plagan san'atkorlar cho'ng sahnalarni seg'indi. Yosh san'atkorlarimiz bo'lsa, ko'plagan o'zining naqshlarini tayyorlab qo'ygandi. Sizga hozir shu paytda yosh san'atkorlarning tutgan yo'li, ishlari
ko'nglingizning bir o'rni olamdi? Men o'ylayman, biroz oldingi 10 yilga qaraganda hozir yoshlarimiz ilgirlash bor. Lekin ko'pincha naqshlarniki bir-birisiga o'xshab ketishi, hozir aranjirovkalarni deymiz, muzikalar deymiz. Sal shu yerlarda balki bir naqshlar tez arada chiqib ketib bordi. Shunday naqshlar sal ko'nglimga qonmaydi. Ijodiyatda men o'ylaymanki, nurg'un emgakni talab qildi ijodiyat. Izdinish kerak. Chunki bizniki ba'zi san'atkorlarimizda buni naqshini, buni yaxshi chiqqanti naqsha, shu naqsha o'xshatib ber degan talablar bo'ldi. Shunga shu jihatdan naqshlar biroz bir-biriga o'xshab kelyaptimikin deb o'ylayman. G'ayr bir naqshlarda naqshning matnlari ko'ngildan chiqmaydi. Avaskar shoirlarimiz yozgan ba'zi bir naqshlar bor. Shunday naqshlarga sal yaxshiroq ko'ngil qo'yib, shuning ustidan nurg'unroq tirishib, izlanib ishilsa, men yaxshi naqshlar chiqadi deb o'ylayman. Ijodiyat qilgan naqshlarni bir oldirab, tez arada bir yo'riqqa chiqarib o'tish xato deb o'ylayman. Mening o'yimcha naqshlarimiz ko'proq izlanishi kerak. Aldirmas kerak naqshlarni. Bir yilda men 5 naqsha, 10 naqsha yapamsa, palanchi naqsh chiqarma deb aldirmaslik kerak deb o'ylayman. Har bir naqshga bir ijodiy hamkorlikda ishlasa, menimcha bo'lsa shu naqshlar xalqning ko'nglini o'rin oldi. Rahmat. Rahmat. Bizniki yosh san'atkorlarimizga mening o'yimcha sizning so'zlaringiz hojat ham kerak. Bugun yaxshi bir suhbat bo'ldi. Vaqtingizni bo'lib, ishlaringizni tashlab bizning programmamizga kelganingizga BSD studiyasi nomidan ham o'zim nomidan ko'pdan-ko'p rahmatimni aytaman. Teningizga salomatlik, oilangizga xotirjamlik, san'at yo'lida yosh san'atkorlar bilan birlikda harmay, talmay yurishga Alloh nasib qilsin. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmatimni aytaman. Shundaqla mushu programmalarga cho'ng utuq tilayman, ijodiy utuq tilayman. Kelajakda buningdan cho'ng programmalarni yaratishinglarga tilakdoshlik bildiraman. Artur aka, suhbatingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, andiki programmamizgacha, yana ko'rishgacha sog' salomat, omon bo'laylik.